Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. O'zbek Gidroenergiya aksiyadorlik jamiyati kompleks nazorat va korrupsiyaga qarshi kurashish bo'limi tomonidan korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida 2025-yilning o'tgan davri mobaynida belgilangan vazifalar doirasida tegishli tadbirlar amalga oshirildi. Hisobot davrida kompleks nazorat va korrupsiyaning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar O'zbek Gidroenergiya aksiyadorlik jamiyati tarkibida 5 ta aksiyadorlik jamiyat, 8 ta mas'uliyati cheklangan jamiyat, bitta unitar korxona, 1 nafar qo'shma korxona, 15 ta filial va bitta nodavlat ta'lim muassasasida amalga oshirildi. O'zbek Gidroenergiya aksiyadorlik jamiyatining korrupsiyaga qarshi kurashish dastur doirasida amalga oshiriladigan chora-tadbirlar rejasi jamiyatga yangi ishga qabul qilingan xodimlarni korrupsiyaga qarshi kurashishga oid o'qitish rejasi, shuningdek korrupsiyaviy xavf yuqori bo'lgan lavozimga ishlovchi xodimlarni o'qitish dasturi hamda korrupsiyaviy xavf-xatarlarni aniqlash va baholashga oid yo'l xaritalari ishlab chiqilib tasdiqlandi. Davlatimiz rahbarining 2022-yil 12-yanvar kuni qabul qilingan korrupsiyaga qarshi kurashish ishlarining samaradorligini reyting baholash tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 81-son qaroriga muvofiq E-Antikor.uz elektron platformasiga O'zbek Gidroenergiya aksiyadorlik jamiyati va tarmoq korxonalarida hisobot davrida korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida amalga oshirilgan ishlarga oid ma'lumotlar 5 ta yo'nalish, 30 ta indikator asosida platformaga biriktirildi. O'tgan davr mobaynida kadrlarni tanlash va joy-joyiga qo'yishda korrupsiyaviy holatlarning oldini olish bo'yicha jamiyat tarkibiy bo'linmasiga joriy yil davrida 7 ta nomzodlar hujjat topshirdi. Ulardan 2 ta nomzodlar ishga qabul qilindi va ularning barchasi tegishli yo'riqnoma asosida tekshiruvdan o'tkazildi. Hisobot davrida jamiyatda rotatsiya amalga oshirilmadi. Jamiyat tomonidan 2025-28-yillar uchun mo'ljallangan ISO 37001-2016 korrupsiyaga qarshi kurashish menejment tizimlari foydalanish bo'yicha ko'rsatma va talablar xalqaro standarti 2-marotaba olinishiga erishildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 5-iyundagi O'zbekiston Respublikasining manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonuni ijrosini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ 210-son qarori O'zbekiston Respublikasining 2024-yilning 6-dekabridan e'tiboran kuchga kirgan manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 2-bobida belgilangan talablardan kelib chiqib, jamiyat faoliyatida bo'lishi mumkin bo'lgan mavjud yoki ehtimoliy manfaatlar to'qnashuvini aniqlash maqsadida har yili deklaratsiya to'ldirishi shart bo'lgan korrupsiyaviy xatarlarga ko'p uchrovchi O'zbek Gidroenergiya aksiyadorlik jamiyati ijro apparati va tizim korxonalari rahbar hamda mas'ul xodimlarining 2025-yilning 15-yanvar kuniga qadar deklaratsiya to'ldirish ishlari amalga oshirildi. Ushbu holatlar jamiyatning odob axloq komissiyasi tomonidan ko'rib chiqildi va zaruriy choralarning amalga oshirilishi yuzasidan barcha filial va tashkilotlarga komissiya xulosalari yuborildi. To'ldirilgan deklaratsiyalarning tahlili asosida tuzilgan ma'lumotnoma odob axloq komissiyasi xulosasi ochiq ma'lumot sifatida jamiyat veb-saytida joylashtirildi. Hisobot davrida 3-12 mart kunlari jamiyat tizim tashkilotlarida korrupsiyaga xatarlarni o'z vaqtida aniqlash, oldini olish, korporativ boshqaruvni yanada takomillashtirish, tizimning ochiqligi va shaffofligini ta'minlash, shuningdek jamiyat va uning tizim korxonalarida ishlovchi xodimlarni ijtimoiy-iqtisodiy qo'llab-quvvatlashni yanada yaxshilash maqsadida anonim so'rovlar o'tkazildi. Anonim so'rovlari natijasida ijro apparati va uning tizim korxonalarida jami 940 nafar xodim ishtirok etdi. So'rov natijalari asosida olingan takliflar bo'yicha tegishli boshqarma, bo'lim va tizim korxonalari tomonidan zaruriy choralar ishlab chiqildi. Shuningdek, olingan ma'lumotlar asosida o'rnatilgan tartibda tekshiruv hamda o'rganish ishlari amalga oshirildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi davlat boshqaruvi sohasida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni bartaraf etish
mexanizmlarini takomillashtirish va ushbu sohada jamoatchilik ishtirokini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ 240-son qarorida belgilangan vazifalarning ijrosini ta'minlash tadbirlari amalga oshirildi. Ushbu yo'nalishda jamiyat va uning tizim korxonalari faoliyatini tahlil qilish natijasida xatar darajasi yuqori bo'lgan 27 ta funksiyasi aniqlandi va 2025-yilning 31-yanvar kuni tahlil uchun O'zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurash agentligining maxsus portaliga joylashtirildi. Ushbu funksiyalardagi yuqori xatarlarni pasaytirishga qaratilgan tadbirlar ishlab chiqilib, jamiyat faoliyatiga izchil tatbiq etilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ 81-sonli qarori bo'yicha belgilangan tadbirlar ijrosini ta'minlash maqsadida 2025-yilning birinchi choragida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan ma'lumotlar to'liq jamlandi va Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi tomonidan ishlab chiqilgan maxsus portalda joylashtirildi. Joriy yilning birinchi choragida jamiyat ishchi xodimlarining huquqiy savodxonligini oshirish, korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish, bu boradagi davlat tomonidan olib borilayotgan siyosatini tushuntirish ishlari olib borildi. Shuningdek, profilaktika tadbirlari amalga oshirildi. Shu maqsadda jamiyatimiz va uning tarkibidagi tizim korxonalarida faoliyat olib boruvchi jami 25 nafar ishchi xodimlar O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi qoshidagi yuristlar malakasini oshirish markazida jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlari to'g'risidagi hamda korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun va qonun osti normativ huquqiy hujjatlariga oid mavzularda o'qitildi. O'zbekiston Respublikasi 2021-yil 12-martdagi davlat xaridlari to'g'risidagi 684-son qonunida belgilangan moliyaviy mablag'lardan foydalanishning oqilonaligi, tejamkorligi, samaradorligi, ochiqlik va shaffoflik, korrupsiyaga yo'l qo'ymaslik kabi asosiy prinsiplari jamiyat tomonidan amalga oshiriladigan davlat xaridlari jarayonining barcha bosqichlarida qo'llanishi bo'yicha tegishli ishlar amalga oshirilmoqda. Jamiyat tomonidan joriy yilning o'tgan davri mobaynida 51 ta xo'jalik shartnomalari tuzilgan bo'lib, elektron do'kon orqali 24 ta, kooperatsiya birjasi orqali 1 dona va yagona yetkazuvchi orqali 7 ta, to'g'ridan-to'g'ri 19 ta shartnomaning barchasi korrupsiyaga qarshi kurash yo'nalishidagi qoidalar kiritilgan. Shartnomalar imzolashdan oldin 26 ta kontragentlar yo'riqnoma asosida tekshiruvdan o'tkazildi. Jamiyat va kontragentlar tomonidan korrupsiyaga qarshi kurashish qoidalarining buzish holatlari kuzatilmadi va shartnomalar rad etilmadi. 2025-yilda korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini jamiyat faoliyatiga tatbiq qilish hamda takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlari, Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi va huquq targ'ibot organlari, shuningdek korrupsiyaga qarshi kurashish yo'nalishidagi xalqaro tashkilotlar tomonidan berilgan ko'rsatmalar asosida ishlab chiqilgan reja hamda dasturlarga muvofiq davom ettirilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.